Demak, dizayn borasiga keladigan bo'lsak, mana shunday dizaynda bizga bu smartfon taqdim etilibdi. Bir qarashda juda ham chiroyli, qo'lingizga olganingizda juda ham yoqimli, rangi ham juda neobычный, ya'ni boshqacha bir rangda bizga taqdim etilgan. Ko'rinishidan Redmi Note 14 lineykasiga o'xshaydi, lekin bu Redmi Note 14s smartfoni. Tashqi ko'rinish, ya'ni korpusga keladigan bo'lsak, korpus hamma joyi plastikdan ishlangan. Mana bu kamera joylashuvlariga e'tibor bering, juda ham chiroyli. Korpusning orqa qismi matoviy, qo'l izlari umuman qolmaydi. Mana bu kamera joylashgan qismi esa glansvoy qilib ishlangan. Bu yerda 3 ta kamera hamda spishka joylashtirilgan. Korpusning yon qismi ham plastik. Qo'lingizga ushlaganingizda his qilasiz. Juda ham yengil korpus. Bundan tashqari, korpusning tepa qismida dinamika, naushniklar uchun razyom hamda ultra qizil nur joylashtirilgan. Ostki qismida esa dinamika hamda USB-C uchun razyom joylashtirilgan. Smartfonimizning qalinligi 798 mm. Bu anchagina ingichka. Bundan tashqari 179 gram og'irligi. Ko'tarib ko'radigan bo'lsangiz juda ham yengil hamda smartfonimiz IP64 himoyasiga ega.